Assalomu alaykum. Ushbu milliy sertifikat savolida quyidagi usul orqali keltiriladi. Qavs ichida hosil bo'lgan ifodani a kvadrat plus 2ab plus b ni kvadrati holatiga keltirib, buni keyin a qo'shilgan b ni qavs kvadrati qilib olinadi yechim bo'yicha. Xo'p, birinchi ifodani mana buni 2 ni 9-darajasining kvadrati qilsak, bu a ni kvadratini beradi. Keyingisi 6 ni 10-sini 2 ni ham 10-si, 3 ni ham 10-si qilib olsak, keyin mana bu 2 ni 10-sini 2, 2 ni 9-si, keyin 3 ni 10-si qilib maydalab olamiz. Bunga keldik. Olib kelsak 2, 2 ni 9-si, keyin 3 ni 10-si. Va oxirgisiga keldik. Mana 9 ni 10-sini biz 3 ni 10-sini kvadrat qilib yozsak bo'ladi. Mana shuni beradi. Mana shu holatga keldi bu. Hozir yozib chiqqan ifodamiz. Buni mana bu holatga o'tkazsa bo'ladi ekan. Zam 2 ni 9-si qo'shilgan 3 ni 10-sining qavs kvadrati qilib olamiz. Keyin olib borib o'rniga qo'ysak, ildiz ostida 3 ni 10-sini keyin qavs kvadrat. Bu bilan bu ketib 2 ni 9-si qo'shilgan 3 ni 10-si hosil bo'lib qoladi.